Shaxsiyga savol kelgan ekan, juda ham uzun savol ekan. Birodar, men ustoz Abduvali qori akani ma'ruzalarini oldin eshitgan edim. Yana eshitganimda u zot aytayaptiki, Allohni aytmaganini aytdi deb harom qilganini harom qilganlarni undan ham o'tar zolim bormi? Ularni mushrik kofir deydilarki, menga tafsir qilgani unga ergashganlarni ham kofir deyapti. Men tushunmaganim, qanday insonlar kiradi? Ayrim insonlar, o'zbek ulamolari ayrimlari riboni halol qilib beryapti. Hijobni hukumat aytganday fatvolar qilishyapti va fatvolar shu insonlarni ham ustoz aytgan gapga tushadimi? Bo'lmasa kimlarni nazarda tutdi ustoz? Degan savol ekan. Bu savolni Akrom Mahmudov degan birodarimiz beribdi. Xullas, tepadagi narsadan tushungan narsam, Abduvali qori akani ma'ruzalarning orasida aytilgan, ya'ni dinni o'zgartirib, ya'ni din hukmlari haqida, uni buzib ko'rsatuvchilar haqida aytilgan gap bo'lsa kerak, vallohu alam. Masalan, Allohning hukmlarini halol harom qilib o'zgartirish kufrga olib boradigan narsa. Ya'ni shuni bilib turib, Alloh halol degan narsani harom deyish, yo'qsa shuni teskarisi. Alloh harom deganni halol qilib berishlik kofirlik bo'ladi. Agar shuni bilib, shuni tasdiqlasada, shu gapidan qaytmasdan odam, Alloh aytsa aytaversin, men boshqa deb turib olsa, ana shu odam kufrni aytgan bo'ladi. Endi mana shunaqangi holatni ochiqligini ko'rib turib ham, ya'ni bu yerdagi holat ochiq bo'lish kerak-da. Ochiq Alloh halol qilgan narsani bittasi ochiq harom qilib bersa, shunga ergashayotgan odamlarni Alloh subhanahu va taolo Qur'onda shularga ergashdi, ya'ni xudo qilib oldi shularni degan sifat bilan sifatlagan. Bu haqida o'zi uzunroq rivoyat bor. Buni qisqaroq bizga kerak joyini aytib beraman. Adi ibn Xotim mashhur Xotin to'yda o'g'li bo'lgan, o'sha to'y qabilasining podshosi bo'lgan. Keyin islomga kirib kelgan. Avval bo'lgan. Kelganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni bo'yinda bir o'sha oltindan olgan kresi bilan kelgan. Shunda bu nimaga taqib tashagan degan. Olib tashagan. Keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oyat o'qiyotganlarida hayron bo'lgan. Ya'ni oyatda ittaba'u ahbarahum va ruhbanahum min dunillah degan oyatni o'qiganda, ya'ni ular Allohni qo'yib, o'zlarini shunaqangi o'zlarini domlalarini xudo qilib oldi degan oyatni o'qigan paytda Adi ibn Xotim hayron bo'lgan. Ya Rasululloh, biznikilar u xudo qilib olmasada o'sha rohiblarni deb haligi o'zini, ya'ni o'zi ko'zi bilan ko'rgan narsani, ya'ni xudo qilish emas deb tushunganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga raddiya bildirgan. Ya'ni xristianlar o'zlarini rohiblarini xudo qilib olmasada oyatda nima haqida aytilyapti degan shunaqa savol, shu ma'nodagi savolni berganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, ana shu rohiblaringlar Alloh halol qilgan harom qilsa qabul qilarmi deylar. Ha, qabul qilardi degan. Xuddi o'shini teskarisi, Alloh halol qilganni ular harom qilib bersa, buni ham qabul qilarmi deylar deganda, qabul qilardi degan. Mana shu narsa ularda o'sha xudo qilib olishligi mana shu narsa bo'ladi degan. Endi bu narsani haligi aytganda ancha ehtiyotkorlik bilan olishlik kerak. Ya'ni gapni ma'nosini tushunish kerak. Ehtiyotkorlik deganim olmay qo'yishlik uchun ehtiyotkorlik ko'rsatish kerak emas. Bu gapni tushunib keyin olishlik kerak. Ya'ni Alloh harom qilganda halol qildi deganda bu yerdagi gap ochiq harom narsani ochiq bittasi halol desa, mana shu gapni kufrligida hamma ittifoq. Unda hech kim raddiya bildirmaydi. Masalan, oyat ham, hadis ham ayni shu narsaga dalolat qiladi. Endi bir narsani harom deyishda, ya'ni ochiq bo'lmagan narsalar bor. Ya'ni oyatlardagi masalan ochiq lafz bilan kelmagan. Shu narsalarni dalolatiga qarab, yo bo'lmasa istinbot qilib, yo ba'zi bir narsalarni qiyos qilib turib halol harom deydi va bu narsada bir-biridan farq qiladi. Masalan, ot go'shtini ba'zilar harom desa, ba'zilar halol deydi. Bunda ikkala taraf ham kofir ham bo'lmaydi, bunga ergashgan ham xudo qilib olgan bo'lmaydi. Gap bu masalada emas. Gap ochiq masalada. Ya'ni ochiq haromligi ko'rinib turgan narsani, masalan, aroqda haromligi ochiq. Yo'qsa namozni tark qilish, ya'ni bilib turib namozni tark qilsa, harom ish qilgan bo'ladi. Mana shu narsani harom deyish kerak. Uni haligi kattaroq odam yo prezident namoz o'qimay qo'ysa, endi bularning ishi ko'pda, endi bo'laveradi deyotgan bo'lsa, Allohdan qo'rqsin. Mana shu odamlar
kufr gapni aytayotgan bo'ladi. Uni prezident qilsa ham harom. Namoz o'qimasa prezidentga ham harom. Putin bilan araqda urushtirib ichsa prezidentga ham harom. Buni qaytarish kerak. Haligi domlalar bor, oddiy odamlarda, sizlar bemazhabsizlar, sizlar mazhabiylar yo'q deb ularni do'p kiymagani uchun yo mazhab ushlamayapsan deb urushayotganlar bor. Mana shu ko'ryapti, Putin bilan urushtirayotgan Allohdan qo'rq, harom deyish kerak. Ya'ni borib ayta olmasa yozish kerak. Ey Allohdan qo'rqing, harom edi, mana shuni qilib qo'yibsiz. Tavba qiling, qaytib yana Putin bilan araqda urushib ichmang deyish kerak. Mana shunaqangi harom narsalar. Masalan, Allohning qonunlarini shunday chekkaga tashab qo'yib turib, kofirni qonunlarini olib Allohga yaramay qoldi. Xafa bo'lmaysizlar, Alloh turib o'tib ketdi. Endi mana kofirniki juda foyda bo'lyapti. Shuni qilamiz deyish ochiq harom ish. Mana shuni ko'rib bittasi domlama halolmi harommi, demokratiyani kufr tuzumlarini olib shariat hukmini irg'itib yubordida, mana shu hukmni qo'yib oldi. Shu halolmi harommi desa, betini qatirib mana shu harom narsani endi bu joiz ishlardan bu halol desa, mana u kufr so'zlaydi. Tavba qilmasa dindan chiqib ketadi. Tavba qilsa Alloh mehribon zot. Endi xuddi shuni ko'rib turibdi, yonboshda bir olim odam, men hech narsa bilmayman deyapti-da, domlama aytdi halol dedi. Endi Alloh taolo har bitta aql bergan zotdan ertadan hisob kitob qiladi. Hammani qo'yib qo'yib domlalar hisob kitob qilib, kim qayerga ergashdi o'shunga qo'shib bermaydi qiyomatda. Shuni aniq bilib olinglar. Hali domlalar ergashishga timmatdan oz ko'pirtirib chaqirayotganlarga yaxshi bitta anaqada bu. Qiyomatda odam to'plab qo'yib olib, domlalarni hisob qilib, kim qaysi taraf bo'lib turib kirgizib yormaydi. Har bitta odamni kulli nafsin za'iqatul maut, har bitta odam o'ladi. Har bitta o'lganda qo'yib olib turib Alloh taolo nima qiladi desa, har bittasidan bima kasabat rahina degan. Har bittasini qilib o'tgan ishini ustida hisob qiladi. Har bittasini, domlasini emas. Shunda haligindan so'raydi, nima qilding desa, domlam halol degan kofirning hukmini hukm qilishlikdi. Shunga ergashdim. Ha senchi desa, meni domlam halol bo'laveradi deganida, ana shuni gapiga ergashdim. Endi mana shu yerda hisob bo'ladi. Alloh subhanahu va taolodan yaxshiroq hukm qiladigan bormidi desa, aqlli odam aytadi, yo'q deydi. Jinni o'zi mumkin bor deb turaveradi. Uni hisob kitob qilmaydi, boraverdi, jannatga kirgizaveradi. Haligi aqlli aytadi, yo'q edi, Xudodan yaxshi qilmar edi. Ha, Xudodan yaxshi hukm qilmar ekan, shuni bilgan ekansan. Nimaga endi domlang shu bo'laveradi, halol, Xudodan yaxshi hukm qilmasa ham shunday yashayver desa, shunga ergashding. Mana seni Xudo qilishing deydi. Hali oyatni mashinga olib choplab qo'yadi. Haligi siz so'rayotgan oyat mana shu odamlar haqida tushgan. Ochiq harom, ochiq kufr bo'lgan narsalarga bugungi kunda siruvdi aytayapti-ku, mana hilful fuzulga o'xshagan, bu taqvoga chaqiradigan. Endi eshitdim, siruv taqvoga chaqiradigan jamoatligini. Mashini ham eshitgan bitta ko'r domlamga ergashganman, siruv haqida bilmardim, shu taqvo deganiga siruvga hamkorlik qilib hamma musulmon sotib berganman desa ertaga, qiyomatda mana shu gapi uni foydasiga xizmat qilmaydi. Ertaga haligi siruvga taqvo deb chaqirgan domlasini ham olib keladi. Siruvga xizmat qilgan haligi badbaxtni ham olib keladi. Ikkalasini ham shu siruvsiga qo'shib qo'yadi. Oyat mana shular haqida tushgan. Ya'ni ochiq haromni halol qilib beradigan va ochiq halol narsani yo'q harom deb turaveradigan mana shunaqa odamlarni va shularga ko'r-ko'rona ergashayotgan odamlar haqida tushgan. Vallohu a'lam.